rol bitirdi. Azim aka, endi inkubator haqida ma'lumot bersangiz, o'zingizda ham shu ochirish xizmatlari bor-ku, o'shani to'g'risida ma'lumot bersangiz. Xo'p, boyaga yuqorida aytib o'tganimizdek, inkubatsionniy tuxum va jo'jasi. Bugungi kelishinglar sizlarni oyog'inglar qutlug' keldi. Как раз уже jo'jalar chiqayotgan payt edi. Hozir endi yashigi bilan ololmayman. Negaki bularda hozir ochilish jarayoni ketyapti. Допустим, mayli bitta yashig olamiz. Bo'ldi, sizlar uchun mana obunachilar iltimos qildim, shuni ochib bedanasini ko'rsating, chiqqan jarayonini. Mana ko'rsanglar o'zingizlar ham ana qilasiz. Xo'sh. Bismillah. Mana bu inkubatorimiz, eng katta inkubatorim. Qolgani mana bu yoqda bor. Bu yoqda bor, orqa tomonda bor. Xo'p. Mavzuga qaytadigan bo'lsak, mana bedanalarimiz mana shunaqa qilib chiqib kelishadi. Xuddi shunaqa yashikda turadi. Mana hali chiqmagani. Buni mana obunachilaringiz uchun ko'rsatib beramiz mana. Mana o'sha meni o'zimning videolarimda aytaman, mana baklashkani qop-qoqiday bo'ladi. Mana shuni aytaman, mana baklashkani qop-qoqiday narsa. Mana ushlab ko'rsangiz ham bo'ladi. Bemalol. Mana obunachilar bitta like bosadigan bo'lib turibdi, like bosinglar endi mana. Hech kim ko'rsatmaydi lekin biznesini mana. Ichidan. Xo'sh, bundan tashqari mana chiqib kelayotganlari xuddi shunga o'xshab chiqib kelayotganlarimiz bor mana. Xudo xolasa bundan 7000 qo'yganmiz. Hozir undan tashqari yana bor ichida. Yana olib keldik, hali ko'rasizlar. Tuxumlarini boyaga ko'rganinglar ham inkubatorga kirib ketadi. Shundan mingtasi Toshkentda bir ukamiz bor, unga beramiz. Obunachimiz o'zimizni. Qolganini inkubatorga tiqib qo'yaveramiz. Ish jarayoni konveyerga o'xshab aylanib ketaveradi. O'zingizlarda bo'lsa, misol uchun boyaga ko'rgan bedananglar matchniy bo'ladi. Matchniydan tuxum olasizlar. Tuxumni yig'ib turib, bitta inkubatoringlar bo'lsa, lyubitelniy bo'lsa ham bo'laveradi. Misol uchun 500 ta tovuq tuxum ketadiganga 1,5 mingta bedana tuxumi ketadi. Va sizlarda bir 200 ta matchniy bo'lsa, shuning ichida xo'roz, makiyoni aralash, kuniga sizlardan 150 ta, 160 ta tuxum chiqadigan bo'lsa, 10 kunda 1600 ta bo'ladi. Bemalol uni olib o'zidan o'ziga konveyer aylantirib olsanglar bo'ladi mana mana shunaqa. Hozirgi davrda bir kunlik bedana jo'jamiz 4000 so'm. Sizda bor ekan. Bor. Zakaz qilish obunachilarimiz bemalol. Xohlaganicha qilib beraveramiz. Buni yana bir 15 kun boqsa, 10,000 so'm bo'ladi. 10,000 so'mlik bedana. Yana 15 kun boqadigan bo'lsa 20,000 so'm bo'ladi. 20,000 so'm bo'ladi va agar shunda ham sota olmasa, misol bir kunligida klient chiqmadi, 15 kunligida ham klient chiqmadi, 30 kunligida ham klient chiqmadi, bo'ldi. Dalshi go'shtga boqib olsa bo'ladi. Yana 10 kun, 15 kun boqib olsa, go'shtga tayyor bo'ladi. Bitta bedanamiz 300 gram, 350 gram, 400 gram, живой vesga 450 gram qiladigan bo'lsa, shundan 80-70 gram orqaga qaytaradi skitkasiga. Mana bu panjasiga, ichi-ichovoq patmatiga 70-80 gram skitka chiqib ketadi. Go'shti toza, misol 400 gram bo'ladigan bo'lsa, живой vesda 320 gram qoladi. 300 gram bo'ladigan bo'lsa, shundan 220-230 gram go'sht qiladi. Shunaqa qilib go'shtga ishlab olaversa bo'ladi. Bunda eng afzal tomoni kasal bo'lmaydi. Chidamli. Chidamli. Bu ana kasalga chidamli. Bunga keyin vaksina yo burnidan yo ko'zidan tomizadigan dori nimalar antibiotiklar qilib yurilmaydi-da. Mana shu donini beradi, vitaminli suv beradi, bo'ldi, o'tib ketaveradi darshiga. Xo'p. Buni menimcha keraklicha tushuntirib o'tdim. Agar tushunmagan joylari bo'lsa, bemalol so'rashsa bo'ladi. Aziz obunachilar, pastda nomer qoldiramiz. Kimga kerak bo'lsa, shu Azim akam bilan bog'lanib, hamma ma'lumotlarni o'rgatadilar. Hammasini, masalan, obunachilarning ichidan chiqib qoladi, masalan, men bedana boqaman deb kelishsa, masalan,
Bemalol. Shu 1 kunlik jo'jasini olaman yoki 10 kunlik jo'jasini olaman deb kelishsa, bemalol telefon qilib, xohlasanglar 30 kunlik ham qilib beradilar. To'g'rimi azim aka? Beraman. 30 kunlik ham qilib beradilar. Ilkaga mana ma'lumot yana bersangiz, masalan 30 kunligi nimaga olinadi, tayyor tuxum yutib turganini olsa bo'lmaydimi deb savol tushishi mumkin. Kommentariyada shunaqa savol tushishi mumkin. O'sha qanaqa bo'ladi, masalan tuxum necha kunda tuxum qo'yadi, shu ozgina tushuncha bersangiz yana. Xo'p. Endi ko'p bedana boqishni tushunmagan odamlar mana shunaqa savol beradi-da. Tug'ib turganini yo'qmi deydi-da. Bu tug'ib turgan bedanani olish eng katta xato bo'ladi. Eng katta xatosi nimadan? Bizda tug'ib turadi-da, uyga olib borgandan keyin 1 kun, 2 kun tuxumni qo'ygandan keyin bo'ldi 2 hafta, 3 hafta tuxum qo'ymay qo'yadi. Stressga tushsa kerak. Stressga tushadi. Birinchidan ko'chish jarayonida stressga tushadi. Karmovoy stress bor. O'sha ikkita stressga tushgandan keyin avtomatik 2 hafta, 3 hafta tuxum bermaydi. Bersa ham foizi kam. Yeyotgan yemini oqlamaydi. Shu uchun biz 1 oylik qilib sotishimiz sababi 1 oylik bo'ladi. 10 kun, 15 kundan keyin nishonani beradi. 10 kun, 15 kun siz oladigan bo'lsangiz, siz joyingizga boradida ko'nikib oladi. O'sha atmosferaga o'tib oladi, yemingizga, suvingizga, sizni ko'rinishingizga, rosa bir agressiv, mana shunaqa hurkak jonivorda endi bu. O'shaning uchun 30 kunligi sotishimiz sababi shundan. 15 kun, 10 kun sizni joyingizga qo'yib olgandan keyin atalar tuxum qo'yaveradi. Agar masalan bular o'sha tayyor tuxum qilib turganini olib ketsa, ularga ubitka ekanda ham hozir masalan. 15 kun to stressdan chiqib, anaqa qilguncha ancha yem ham ketadi, ham vaqtligidan yetkazadi. Nimaga tuxum qo'ymayapti deb anaqa qilishligi mumkin. Shu savollaringizga javob. To'ppa-to'g'ri. Keyin yana ayb kimda? Bedana sotgan odamlar deb anaqa qilishadi. O'shaning uchun yoshroq bedana olgan yaxshi. Ko'plar adashib qolyapti. Ayrim endi ismi bilan aytmayman. Ayrim vijdonsiz bedanachilar qari bedanani 3 oylik, 4 oylik, 6 oylik kerak bo'lsa bedanani tushunmagan, endi kirib kelayotgan bedanachilikka endi kirib kelayotgan odamlarga sotyapti-da. U o'sha foizi ko'tarilmaydi. 1000 unga tikilganingizdan keyin foiz ko'tarilmaydi. U qanaqa bedana olgan, qoni almashganmi, almashmaganmi, yoshmi, qanchadan beri tug'ib turibdi, uni hech qanaqangi ma'lumot bermaydi. Kerak bo'lsa telefonni ham ko'tarmaydi. Mana, pожалуйста, olishsin bedanani, konstitutsiyasi Alloh uchun tekin. Hammasini masalan obunachilar kelsa ana telefon qilib ana gaplashsanglar, hammasini xudo xolisa noldan o'rgatadilar. Bedana biznesini noldan o'rgatadilar. Kommentariyada shu haqida yozib qolishingizni xohlayman. To'g'risida ma'lumot beradigan bo'lsak, o'sha 500 talik inkubator yetadi. Konver aylantirish uchun birinchi o'chiritda jo'ja olish kerak. Birinchi o'rinda o'zi umuman olganda joyini, sharoitini to'g'rilab olish kerak. Bu biznesga kiradigan bo'lsa, sharoit to'g'rilagandan keyin ikkinchi qiladigan ishi mablag' bo'ladi. Finans bo'yicha katagi konver ishlayman men desa, katagi bitta inkubator, bruder, qafasi, bedana qafasi, пересъемник, yoki so'ygandan keyin patni tozalaydigan apparat kerak bo'ladi unga. Shunaqa narsalarni joy-joyiga qo'yib qilsa ham bo'ladi. Endi buni sekin-sekin qilsa ham bo'ladi. Misol jo'jani olib, bir yangilikda bir yordam siz obunachilaringizga. Misol mendan 1000 ta bedana oladigan bo'lsa, go'shini qaytarib o'zim sotib olaman. Qidirib yurishmaydi. Qidirib yurmaydi. Sotaman, bu qidirib yurmaydi. Qaytarib o'zim sotib olaman. O'rniga men 1 kunlik jo'ja qilib beraman. 1 kunlik jo'ja. Misol 1000 tani o'sha menga sotdi. 1000 ta 200 kilo go'sht qildi deylik. 200 kiloni 60 mingdan hisoblaymizda 12 million so'm pul bo'ladi. Hozirgi davrda 4 ming so'mmi jo'ja? Biz shuni 4 ming so'mga ursak, 3 ming ta jo'jaga to'g'ri keladi. 3 ming ta jo'ja yana qaytarib beramiz. Ko'paytirish maqsadida anaqaligini kattalashtirish lozim. Kengayadi-da, biznesi kengayadi. 3 ming tani sotadi. Ungacha o'zida ham klient bo'lib qoladi. Bo'lmasa yana sotib beradi. Mana hozir Azim aka obunachilardan savol tushishi mumkin. Meni mablag'im kam, masalan joyim bor deyishi mumkin. Davlatimiz tomonidan qanaqa sharoitlar, masalan kreditmi, nima yana anaqa yengilliklar bo'lyapti, masalan shu
To'g'risida ham gapirsak. Endi bu yerda hozir birinchidan to'g'risini aytish kerak-da. Ha. Birinchidan kredit olib ishlab bo'lmaydi. O'zim boshimdan o'tgan bu narsani juda yaxshi bilaman. Endi yo'q, menda mablag' yo'q deb kredit olib qilaman deydigan bo'lsa, bunda kredit olgandan keyin astoydil haqqoniy ishlash kerak. Harakat qilish kerak. 33 million kredit bor. Davlatimiz tomonidan berilyapti. Davlat tomonidan berilyapti. Agar kredit olib, oldin olib, uni to'lab yopib bo'lgan bo'lsa, 50 million ham beryapti. Naqd ko'rinishda beryapti, plastikiga tushunib. Shuni olib qilsa ham bo'ladi. Qilsa ham bo'ladi. Faqat to'g'ri yo'nalish qilish kerak. U kreditni kimlardir olyapti-da, ma'lum bir miqdorini bedanaga tiqib berib, qolganini yeb ichib yuboradi. Ertaga bu bedanadan foyda qila olmagandan keyin men foyda qila olmadim deb bedanaga yuklashyapti. Foyda ko'rmagandan keyin bedanaga yuklab qo'yishyapti. Lekin vaholanki 10 million bunga tikkan bo'lsa, 20 million yeb qo'ygan o'sha. Jig'ildonaga. Shu uchun men nima demoqchiman? O'sha 33 oldimi? Bo'ldi, o'sha bedanaga tikish kerak. Shunaqa qilib ishlasa bo'ladi. Kreditga bor, 33 million bor, 50 million bor. Ya agar kredit olishsa, mabodo endi kreditga biz targ'ib qilayotganimiz yo'q. Kredit olishsa, sizda masalan 1000 tami yoki endi qapaslari ham o'zlarida bormi? Qapas yasab berishadi. Syomnikini ham tozalaydigan bunaqasini, patin tozalaydigan syomniklari ham bor. Xohlasanglar inkubator ham yasab beradilar azim akam. O'shani masalan общий masalan 1000 ta jo'ja, ya'ni shu 1000 ta jo'jadan ko'paytiraman deb obunachilar aytsa-da, masalan menga pressiyomni ham yasab bering, go'sht yo'nalishida ishlayman deysa, itga inkubator ham yasab bering menga ochirishga, yo'l-yo'rig'ini o'rgating deysa, o'shanga masalan kreditga olishsa-da, pul tashiydigan anaqasi bormi masalan? Nima deydi? Bank orqali deydi-ku, pul o'tkazmalari bormi shu? Yo'q. Naqd ko'rinishda. Pulinglarni yechib olib kelasizlar. Ikkiga o'sha hamma anaqalari bor, masalan, noldan o'rgatib ustozlik qiladilar. Faqat to'g'ri anaqa bo'lsanglar, yo'nalish to'g'ri qilsa. To'g'ri qilsa, endi shu narsa to'g'risida ham bir savol anaqa qilmoqchi edim. Mana xo'p, o'shani qilsa bo'ladi. Agar 33 chiqaradigan bo'lsa, qayerdadir ta'minotchiga o'tkazadimi, naqd ko'rinish qilib beradimi, endi ularning ishi u. Agar keladigan bo'lsa, o'sha birinchi oladigani o'sha jo'ja qilib beramiz, bruderini yasab beramiz. Bruderdan keyin 20 kun, 25 kun bruderda boqqandan keyin bedana katak tuxum qo'yishga katagini yasab beramiz. Undan keyin inkubatorni yasab beramiz va so'yishga kerak bo'ladigan narsa o'sha perisyomnik, pat yurib tozalaydigan apparat. Shulargacha yasab beraveramiz. Hammasi o'zimiz qo'limizda. Hozir Azim aka mana hozir broider deyapsiz, obunachilarimizga ko'rsatsangiz, broider hozirni jo'ja tayyorlab qo'ygan ekansiz, hozir ko'rdim. O'shani bir sizlarga ma'lumot bersangiz. Mayli. Kelgan videomizda hozir. Bo'ldi, gap yo'q. Mana aziz obunachilar, jo'ja boqadigan broider haqida gaplashamiz. Tushuntirib beradi sizlarga. Xo'p, bu mana bunimiz 4 etajli broider bo'ladi. Ichidagisi mana sariq lampochka ikkita tomonga qo'yiladi, bitta oq lampochka bo'ladi. Ichkari tomonda napilniklari bo'ladi va mana bu sariq lampochka, bu yoqda ключатель bo'ladi mana. Tepaniki. Mana shu bitta etajdan tushuntirib o'taman. Bu broiderda yangi chiqqan bedanalar qo'yiladi, tagiga latta solinadi. Bo'zmi, shunga o'xshagan narsalar. 10 kunlik, 15 kunlik bo'lguncha turadi. Undan keyin u lattani olib tashlanadi-da, tagidagi lattani. Tagida bunaqa setka bor. Setka bor, mana tortmalari bor, go'ngi shunga tushadi mana bu yoqqa. Xo'p, bunda 25 kun, 30 kun boqiladi. To o'sha bedanalar 30 kunlik bo'lguncha shunda turadi. Doni, suvi ichida, hammasi ichida. Buni aytayotganimiz sababi patera kam bo'ladi. Sig'imi chiroyli bo'ladi. Yerda boqqandan ko'ra bunda sifatliroq boqiladi. Liboy jo'ja. Bedana bo'ladimi, tovuq bo'ladimi, kurka bo'ladimi, g'oz bo'ladimi, o'rdak bo'ladimi? Liboy jo'jani boqsanglar bo'laveradi bunda. Agar kerak bo'lsa yasab ham beraveramiz. Imkon qadar bularni nomidan chiqsanglar, kelishtirib beraveramiz. Xo'p, ma'lumotimiz mana shu
bo'ladi. Mana 4 ta etajimiz, 4 ta etajga bu 1,5 metrlik. Bundan tashqari 2 metrlik bor, 1,70 bor, 1,30lik bor. Zakazga qarab yasab beraveramiz. Xo'p, 1,5 metrimizga sig'adigan bedanamiz 150 ta bedana sig'adi. 2 metrlikka 250 ta bo'ladi. Bunga 200 ta tiqsanglar ham bo'ladi, to o'sib borguncha sal siqilib qoladi. Birinchi kunda qo'yiladigan bedana 300 ta qo'yiladi o'zi. Aslida 300 ta qo'yiladi 1,5 metrligimizga. 300 tadan mana 300 ta, 300 ta, 300 ta. 900 ta ketadi. Agar yana sig'dirsanglar 300 tani 1200 ta ketadi. Bu 10 kun bo'lguncha boqiladi, keyin yana qisqartirilaveradi. Boshqa broderga olinadi. Kerak bo'lsa, ana shunda boqsangiz bo'ladi mana. Xo'p, yana nima ma'lumotini bera olamiz? Xo'sh, bundan keyin o'sha 25 kun 30 kundan keyin boyaga ko'rgan, yuqorida ko'rganinglardek katakka olinadi. Shunda keyin 40 kun go'shtga boqadigan bo'lsanglar, 40 kun 45 kun o'shanda ushab turib, keyin so'yib yuboraverasizlar. Bo'lmasa tuxumga bo'ladigan bo'lsa, darshi davom etib ketaveradi boqishinglar. Mana Azimjon aka, hozir sizni ko'rdim, oq bedanalar. U sorti oti qanaqa, nima deb nomlanadi? Beli gigant deyiladi bu. Agar hozirgi o'sha yaxshi ana qilib turgani shu beli gigant-da. Biz hozir pastdan mana shu beli gigantga o'tganmiz. Oldin yapon manzur boqardik. Yapon manzurda yaxshi foyda ko'rmadik. Hop, beli gigantda hozir mana bittasini ham, bitta ikkitasini tortib ko'rsataman. Ko'rasiz shuni ham. Deslarini tuzilishlarini ham, qo'lga sig'imlarini ham o'zlari hal qilaveradi. Ko'rib, tasavvurda tushunib olishaveradi. Mana hozir tortib ko'rsatamiz. Qani bizning parvozimiz? Yaqinroq kadrga. Mana ko'ryaptim. Mana ko'rayotgan bo'lsa, aziz obunachilar, Azimjon aka, bu necha kunlik bedana o'shanda? Bularimiz hozir 5 oylik bo'ldi. 5 oylik bo'ldi. Bu oddiy tug'diradigan yemda turibdi. Agar biz bunga finish beradigan bo'lsak, 500 grammgacha boradi bu bedanamiz. Tuxum qilib turgan bedana mana. Tuxum qilib turgan bedana mana. Hozir ko'ramiz buni xo'roz makiyonini. Makiyon ekan. Mana ko'rsanglar ham bo'ladi. Mana to'shlari ham plotniy bo'ladi. Mana to'shlari ham plotniy bo'ladi. Bundan tashqari yana boshqa bor. Bu ham Eston zoti bilan angliski smoking bor. Bular ham tuxumga yaxshi. Go'sht yo'nalishiga qanaqa? Go'shtga ham ketaveradi bu ham. Mana bu ham angliski smoking. Bular xudo xolasa 50 kunlik, 55 kunlik bo'ldi mana bular. Endi tuxumga kirdi. Ko'rib tursangiz mana 5-6 ta tuxum qo'yishni boshlashdi. Eston pastiga Eston bo'ladi. Mana. Hozir olamiz ham. Farzandlarga? Yo'q, buni ko'rsatamiz. Obunachilarga ko'rsatamiz. Buni bir sirini ochaman. Bu qanaqa siri bor? Buni hozirgi paytda bizada sayroqi bedana bor, yovvoyi bedana bor. Shuni olib borib chatishtirishyapti ekan. O'zimizni erkagini olib borib, yo'q, buni makiyoniga yovvoyini, xo'rozini, narini bunga chatishtirib sayroqi bedana chiqarishyapti ekan. O'shanda yirik sayroqi ham yirik chiqadi, sayrog'i yo'g'on chiqqan janaylik. Shunaqa bir shirali bedana chiqar ekan. Menga eng qiziq tomoni buni finans tomoni bo'lyapti-da. Bir dona o'sha sayrog'i chiqqani $300, $400 sotilyapti ekan. Bir dona bedana. Shunaqa sayragan. Mana shu zotdan zot olish chiqarishyapti ekan jo'jasini. Xudo xolasa buni ham biz ko'paytirib qo'yganmiz. Bundan ham nechtacha bor bu to'g'ri? 20 ta bor. 20 ta bor. Erkak urg'ochi aralash. Biz xo'rozini olib tashlaymiz. Yovvoyisiga zakaz qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa otamiz bor. Shundan 4 ta olsak, shuni chatishtirib ko'ramiz biz. Qarang, nima chiqadi, nima yo'q. Lekin bu faktiski o'sha odamlar chiqarib bo'lgan. Sotuv jarayonida yotib bo'lyapti ekan. Xo'p, mana pastroqda yoshroqlari bu astatdan biz mijozlarimizga berib olgandan astatdan. Hali bir oylik bo'lmadi bular.
Buni mana tortib ko'rsak ham bo'laveradi. Yani sonra olayım. 22 kunlik bedanalar. Tak. Bitta bosib oling yana. Endi taramaymiz. Bo'ldi. Yani ko'ryaptimi obunachilar? 22 kunlik bedanamiz. Ko'rindimi? 22 kilo bedana mana. Aziz obunachilar. Gramini ko'ringlar, живой bering. 185 gram bo'lyapti. 185 gram. Mana agar juda bedanaga agar yaxshi tushunadigan odam ko'rib turgan bo'lsa, mana jo'jasi mana shu yerdan bir sela bo'ladi. Hali jo'jaligi ketmagan. Sarig'i turibdi mana. To'shlari ham mana to'lib turibdi. Xuddi shu o'zimizning zotdan. Moskovskiy zotidan. Buni ham nasllikka olib qo'ydik endi. Xudo xolasa nasl olamiz bundan ham. Kimga kerak bo'lsa tuxumini sotaveramiz. Hammasi bor. Qapasi, tuxumi, hammasi bor. Bedana bo'yicha Azimjon akaga murojaat qilaverasizlar. Agar kimga yana shu bedana haqida ma'lumotlar qiziq bo'lsa, shu Azim akamning YouTube kanallari ham bor. Nima edi? Ro'ziyev Azimjon. Ro'ziyev Azimjon desiz, yo chiqsanglar, YouTube kanallariga kirib, qolgan ma'lumotlarni ham olsanglar bo'ladi. Aziz obunachilar, yana nima sohalarda olaylik shu videolarni kommentariyada yozib ketishinglarni xohlayman. Obuna bo'lib qoling, undan ham zo'r videolarni chiqarishni xudo xolasa harakat qilamiz sizlar uchun. Mana rahmat, charchamaylik. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Bo'pti.